ozgina narsaga ko'z to'rparda ko'chib ketib, ko'z ko'rmay qolish holatlari kuzatamiz. Jismoniy mehnat qilish uchun, kuch ko'tarish uchun yo bir avvaldan sekin-sekinlik bilan organizmni chiniqtirib borish kerak. Har bitta a'zo uchun. Bu ko'z uchun ham xuddi shunaqa. To'rparda degan qismi bor, ko'zda o'ta yupqa bo'ladi. Salafondan necha ming marta yupqa bo'ladi. O'ta yupqa to'rparda ozgina narsaga ko'z to'rparda ko'chib ketib, ko'z ko'rmay qolish holatlari kuzatamiz. Aytadi, men deydi, shunda ko'tardim, kuchanib deydi. Ko'zim ko'rmay qoldi. Bitta ko'zim ko'rmay qoldi deydi. Avval qora tuman tushdi deydi. Sekin-sekin ko'payib, o'sha ham yo'qolib qoldi deydi. O'zimcha o'tib ketadi deb o'yladim, o'tmadi. Ko'raman, tekshiraman, qarayman, to'rparda ko'chib yotibdi, отслойка сетчатка diagnoz va operatsiya qilish kerak. Agar birinchi 3 kunlik, 4 kunligida, даже birinchi kunligida agar operatsiya qilmasa bu narsani, keyin bu effekt bermaydi. Ya'ni bir hafta, 10 kun, 1 oylik отслойка сетчатка operatsiya qilsangiz, ko'rishni qaytara olmaysiz. Faqat ko'zini a'zo sifatida saqlab qolish uchun, ko'zi olib tashlamasligi uchun, ko'zi puchayib qolmasligi uchun u operatsiyani o'tkazishga to'g'ri keladi. Endi qarang, bitta og'ir ko'tarishdan shunaqa muammo bo'ldi. Og'ir ko'tarishdan oldin ko'z doktoriga ko'rsatish kerak. Ko'zni tubida, ya'ni ko'rishingiz 100% sizda, ko'zda hech qanaqa muammo yo'q. Ko'zingizni tubini ko'rsating. To'liq tekshiruvdan o'tib, ko'zingizni tubini, to'rpardani holatini aniqlashtirib, keyin og'ir narsa ko'tarish bilan, og'ir sportlar bilan shug'ullansangiz bo'ladi.